Assalomu alaykum. Sizlar bilan bu yerda ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Worklead CRM aynan nima uchun sizga boshqa CRMlardan ko'ra ko'proq yordam berish to'g'risida gaplashamiz. Chunki to'g'risi CRM juda ko'p, Bittrex bor, Amo CRM bor, boshqa CRM juda ham ko'p. Nima uchun aynan Worklead CRM ekanligi to'g'risida gaplashamiz. Keling, undan ozgina oldin o'zi CRM nima uchun kerakligi to'g'risida qisqacha suhbatlashib o'tamiz va undan keyin bizni Worklead CRM boshqa CRMlardan nima uchun ustunligi to'g'risida gaplashamiz. Birinchi o'rinda, agar siz mijozlaringiz Instagramdan yozayotgan bo'lsa, boshqa turli xil kanallardan yozayotgan bo'lsa, Telegramdan, qo'ng'iroq orqali hamma joydan mijozlar murojaat qilyapti, lekin mijozlarning murojaatini har xil joylarda saqlayapsiz. Masalan, Instagramda saqlayapsiz. Demak, har xil joyda yotibdi. Excellarda turibdi yoki daftarlarda qilib qo'ygansiz, har xil joyda turibdi. Excelda qilishingizda yoki boshqa tomonlarining nima minus tomoni bor, hammasi har xil joyda bo'lgandan keyin baribir sotuvchilaringiz qaysidir mijozlarni esdan chiqaradi. Garyachi bo'lgan, issiq bo'lgan mijozlar boshqa joydan sotib olib ketib qoladi. Siz biznesingizni rivojlantirmoqchimisiz, sizga CRM juda ham kerak. CRMsiz hech qanaqasiga rivojlanishda iloji yo'q. Sababi har kuni yangi mijozga ehtiyoj bo'lib turadi sizda. Agar sizda CRM bo'ladigan bo'lsa, demak yangi mijozlar tushadi, ularni qabul qilib olasiz, demak bog'lanishga o'tasiz, sifatli mijozlarga o'tasiz, sifatli mijozlardan keyin variantlar yuborish, demak misol uchun sizda bo'lishi mumkin bepul uchrashuvga borish yoki bepul darsga borish, shunga o'xshagan variantlar bo'lishi mumkin. Keyingisi uchrashuv belgilandi, uchrashuvga keldi, qayta bog'landi, bron qilindi, demak va sifatsiz mijozlar. Mana shunga o'xshagan, agar sizda sistema bor bo'lsa, bu yerdagilar bu yerga, mana bu demak turistda bu yoqqa, bu yerdagilar bu yoqqa shunday bo'lib keladi va doimiy tarzda tizimli ravishda sizda sotuvlar bo'ladi. Va CRM siz biznesingizni, umuman olganda sotuvlaringizni barqaror holatga keltirishingiz juda ham qiyin. Chunki aytganimdek, mijozlaringiz har xil joyda yotadi va bular har bir mijozingizga Instagramga kirib, chatlarni hammasini barib ko'rib chiqa olmaysiz. Kuniga agar sizda ham bizga o'xshagan holat bo'ladigan bo'lsa, Instagramdan juda ham ko'p murojaat bo'ladi. Har birini eslab qolish juda ham qiyin. Nima uchun aynan bu CRM to'g'risida gaplashamiz? Endi CRM nimaligi to'g'risida qisqacha gaplashdik. Ikkinchi o'rinda, demak, nima uchun aynan bu CRM? Bu CRMni foydalanish juda ham oson. Amo CRM foydalanib ko'rganman, oson. Bittrex foydalanib ko'rganman, oson tomonlari bor, lekin funksiyasi juda ko'pligi uchun aslida sodda tomoni ham va murakkab tomonlari ham bor. Endi bu narsa murakkabligi yo'q, lekin funksiyasi juda ham. Endi boshladik. Misol uchun biz aytaylik, lead bilan ishlamoqchimiz. Leadni demak hamma CRMlardagiga o'xshab turib bu tomonga shunchaki o'tkazib qo'yamiz. Mana bu yerdan View Conversationsdan to'g'ridan-to'g'ri nima suhbatlar bo'lgan, qanaqa harakatlar bo'lganligini demak ko'rib qo'yishimiz mumkin va undan tashqari mana bu yerda har xil taglar qo'shsak bo'ladi. Qaysi reklamadan kelgan, not touched for ages, ya'ni 7 kundan ko'proq payt davomida teginmasa agar mijozlarimizga mana shu lead mana shunaqa tag chiqargan qilib qo'yamiz. Shunda biz bilish, mana fresh lead esa 7 kunning ichida bo'ladigan bo'lsa, ya'ni bu lead bilan ishlanyapti degan ma'noni bildiradi. Birinchi o'rinda demak taglar sistemasi, ya'ni hozir bu vaqt yo'q, demak har bir izohlarni qoldirib ketish mumkin. Mana bu yerga vazifa qo'yish mumkin, qachon qayta bog'lanish to'g'risida. Mana bu yerda uchrashuv belgisi bo'ladi. Agar siz uchrashuvlaringizni qandaydir programmalar orqali avtomatlashtirayotgan bo'lsangiz, endi sizga alohida programmani ehtiyoji, keragi yo'q, chunki bu yerda shunchaki turibdi bu narsa. Va undan tashqari demak mijoz to'g'risidagi ma'lumotlarni hammasini kim, bu rahbari va boshqa taglarda ham qo'shsangiz bo'ladi. Juda ham ishlash oson. Pipeline ga kiradigan bo'lsangiz, yana bitta pipeline yaratasiz-da, mana bu yerga. Supportimiz bu narsani ko'rsatadi. Xullas, oson tomonlarini demak umuman olganda ishlash oson. Endi keyingi xususiyatiga o'tamiz. Buni yaxshi bo'lgan tomonlaridan bittasi, Instagramdan yozgan har bir odamni bizni o'zimizni mana lead sifatida paydo qilib beradi. Va mana bu yerda o'z-o'zidan Instagramda DMdan yozgan odamlarni bizga demak mijoz sifatida olib kelib beryapti. Va undan tashqari ko'rsangiz contact received degan joyi bor. Nima uchun contact received degan joyi bor? Sababi bizda mana bu yerda demak bu odam yozgan, yaxshimisiz deb yozgan lead, demak telefon raqam qoldirasizmi deb turib sun'iy intellektimiz javob yozyapti. Sun'iy intellekt to'g'risida ham gaplashamiz. Demak, mana shu to'g'risida ma'lumot kerak deb nomer qoldirganda avtomatik tarzda bizga nomerini saqlanib qilib bergan. Nomer qoldirgandan keyin yangi leaddan bizga contact received degan bo'limiga o'tgan avtomatik tarzda. Buni sozlab qo'yganmiz. Keyin contact field updated, ya'ni telefon nomeri qo'shib qo'yapti. Mana shulardan qaysi vaqtda vaqtingiz bor desa, soat 10 da deyapti, yaxshi deyapti, keyin vaqtini demak uchrashuv belgilashga harakat qilyapti. Agar siz yozadigan bo'lsangiz, javob yozadigan bo'lsangiz, mana bu yerdan birdaniga javob yozsangiz bo'ladi. Ertaga masalan
nima? Ya'ni umuman olganda aytmoqchi bo'lgan birinchi narsamiz Instagramdan tushadigan hamma mijozni bitta joyga yig'adi. Undan tashqari ham boshqa messenjerlarda ham ulab qo'ysa bo'ladi. Va undan tashqari sun'iy intellekt qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Instagramdan yozgan har bir odam bilan suhbatlashib uni raqamini oladi. Kerak bo'lsa ofisingizga chaqiradi va contact receive degan sizga tayyorgina issiq mijozlarning ro'yxatini qilib beradi. Buni tushundingiz demak. Sun'iy intellekt to'g'risida bitta narsani shu yerda aytib ketamiz birdaniga. Conversation AI demak o'zbekcha gaplashadi mijozlar bilan bemalol va undan tashqari mana bu yerda knowledge base degan joyi bor. Siz xodimlaringizni, ya'ni sun'iy intellekt xodimingizni trening qilishingiz mumkin. Mana bu yerga qarasangiz, biz o'zimizni treninglarimizni joylashtirib qo'yganmiz. Ya'ni umumiy ma'lumotlarimizni, kompaniyamiz haqidagi, mahsulotimiz haqidagi ma'lumotlarni kiritib qo'yganmiz. Aynan mana shulardan foydalangan holatda, bergan treningingizdan foydalangan holatda mijozlaringizga javob beradi. Va undan tashqari siz aytib qo'ysangiz bo'ladi, sani maqsading, masalan, uchrashuv belgilash, sani maqsading ofisga chaqirish, sani maqsading uning telefon nomerini olish deb turib siz unga aniq maqsad belgilab berar ekansiz, sizga shunchalik darajada yaxshi xizmat qiladi. Bu to'g'risida ham o'zimiz to'liq yordam beramiz, xavotir olmang. Demak, nima bo'lyapti? Instagramdan yozgan har bir odamni lead sifatida shakllantiryapti. Keyingi qilayotgan narsasi o'zi suhbatni Instagram orqali, hattoki Instagram orqali yozgan odamni qarang, nimalar qilsa bo'ladi. Instagramdan yozgan odamni mana nomer olgandan keyin qanday qilganmiz esa, nomer olgandan keyin mana contact change, ya'ni raqam qo'shilgandan keyin biz update qilib qo'yamiz uni, leadni Instagram leadsdan contact receive stage'iga o'tkazib qo'yapmiz va undan tashqari tag qo'yapmiz, contact send degan, ya'ni raqamlari yuborildi degan tag qo'shib qo'yapmiz. Va undan tashqari ham yana bitta narsa ko'rsataman sizga. Stage automate, chatbot contacts create, ya'ni kontaktlar yaratadi. Instagramdan yozgan odamlarni, endi shunchaki Instagramda o'qib ketmayapti bizda nima qilyapti? Kontakt yaratyapti. Undan tashqari appointment stage bu to'g'risida endi janoz emas, taalluqli joyi yo'q. Endi manage chat degan narsa ishlatadigan bo'lsangiz, manage chatni ham bu yerda joyini bosadigan narsamiz bor. Masalan, kimdir Instagramda mana shu postimizga javob qoldiradigan bo'lsa, Instagramdan DM dan, ya'ni shaxsiydan ma'lumot yuboramiz. Keyingisi kommentga javob yozib qo'yamiz. Direktdan yubordim, bordimi? Yoki yana bitta javob yozsangiz ham bo'ladi, hattoki. Mana shunga o'xshagan narsalar qo'yasiz. Undan keyin kutish qilasizda, yana Instagramda xabarimni oldingizmi deb yozib qo'yganmiz. Mana bu yerda yana oxirida aytganmizki, Dubaydan ko'chmas pul xarid qilishimizga yordam berishimiz uchun raqamingizni qoldiring deb turib avtomatizatsiya. Bu avtomatizatsiyani keti yo'q. Xohlasangiz bir kun kuttirib yana yozdirib, ya'ni bir kundan keyin yana xabar oladigan yoki bir kunda 2-3 marta zo'r ma'lumotlar yuboradigan qilib avtomatizatsiya qilib qo'ysangiz bo'ladi. Va undan tashqari ham avtomatizatsiya qilishimizda ham chegarasi yo'q. Demak, Instagramdan komment yozsa, Facebook leadlarda sazdat qilib qo'yish, o'z-o'zidan tug'ilgan kuni bo'ladigan bo'lsa, tug'ilgan kunida maxsus xabarlar yuborish yoki vazifa qo'shiladigan bo'lsa nimadir qilish va undan tashqari, demak, format to'ldiradigan, linkni bosadigan bo'lsa nimadir qilish, hamma mana shu narsamiz bor. Bu yerda avtomatizatsiya, xullas chegarasi yo'q bo'lgan avtomatizatsiya bor. Mana u narsani xohlayapman desangiz bo'ladi. Endi mana shu avtomatizatsiyalar bo'ladigan bo'lsa, mana shu harakat bo'ladigan bo'lsa, nimalar qilish kerak? Mana kommentda javob yozsak bo'ladi, Instagramdan DM dan yuborsak bo'ladi, CRMni update qilsak bo'ladi, ya'ni keyingi qismini yangilab qo'ysak bo'ladi. O'z-o'zidan avtomatik tarzda userlarga mana shu leadni demak mana shu odamlarga belgilansin deb turib qo'ysak bo'ladi. Only apply to unassigned contacts. Misol uchun vazifasi yo'q bo'lsa, mana bunga, masalan, bunga bo'lib turib vazifa qilib ber desangiz ham bo'ladi. Va undan tashqari mana misol uchun yana zo'r tomonlardan bittasi mana bunday qiladigan bo'lsak, teng belgilash kerak deyapti yoki unevenly yoki teng emas deyapti. Teng emas bo'lsa nima qilish kerak desa, mana unga 2 ta berganingda bunga bitta ber. Bunga 3 ta berganingda bunga bitta ber deganday narsa qilib qo'ysang bo'ladi, deyapti. Bunday qilib. Ya'ni equally qiladigan bo'lsa bitta-bittadan qiladi. Bu qismi ham bor. Xullas, avtomatizatsiya qilish to'g'risida bu CRM ga teng keladigani yo'q. Demak, sizlar bilan gaplashdik shu paytgacha. Avtomatizatsiya to'g'risida umumiyroq gaplashdik va lekin avtomatizatsiyani mana shu bor bo'lgan funksiyalari ham aslida juda ko'p CRM lardan ustun. Sababi bizning o'zimiz mana oldinlari Instagramda juda ko'p odam yozardi, qolib ketardi Instagramda. Hozir endi sun'iy intellektimiz ular bilan gaplashib kontaktini olyapti. Kontaktini olgandan keyin demak xodimlarimiz telefon qilyapti. Kerak bo'lsa uchrashuvgacha belgilab olib kelyapti. Demak, keyingi narsamiz mana bu yerda conversations degan bo'limimizda to'liqligicha qaysi mijozga javob yozdik, qaysi mijozga javob yozmadik ko'rinib turadi. Kontakt endi umumiy mijozlari ko'rinib turadi. AI agents sun'iy intellekt to'g'risidagi demak ma'lumotlar mana shu yerda bo'ladi. Sun'iy intellektni o'zi hozircha telefon qilmayapti o'zbek tilida, lekin aslida ingliz tilida, agar siz chet ellar bilan ishlaydigan bo'lsangiz, ingliz tilida ishlaydigan bo'lsa, sun'iy intellekt ishlab turibdi. Mana sun'iy intellekt ishlab turibdi.
faqat hozircha o'zbekcha gapirmayapti. Biz ingliz tilida Dubayda ko'chmas mulk sotadigan kompaniyamizga ishlatib qo'yganmiz. Amerika yoki Britaniyadan lid tushadigan bo'lsa, sirasi telefon qiladi, o'zi uchrashuv belgilaydi, hamma savollarga javob beradi, chunki ma'lumot berib qo'yganmiz o'sha bo'yicha. Demak, keyingi qismi, agar siz ijtimoiy tarmoqlarga mana shularni hammasiga bitta ulab qo'yadigan bo'lsangiz, bo'ldi, bitta joyga post qilasiz, shu bilan qayta hamma joyga post qilmaysiz. Masalan, biz qanday qilganmiz? Mana misol uchun settingsda ko'rishingiz mumkin, qayerlarga ulab qo'yganmiz hammasiga. Mana shu programmalarga. Ko'rishingiz mumkin, bitta joyga post qiladigan bo'lsak, mana post, create post. Demak, gruppani tanlaymiz. Bizga pin interest kerak emas, shuning uchun o'chirib qo'yamiz. Menga javob yozasiz. Menga telefon, demak, ilova to'g'risida misol uchun videoni yuklaysiz mana. Va undan tashqari xohlasangiz har biri uchun alohida sozlab chiqish. Mana misol Facebookka sozlash uchun mana bu yerga nimadir yozasiz. Keyin qo'shimcha funksiyalari bor. Kategoriya tanlash degan funksiyasi bor. Reel sifatida joylaymi yoki feed sifatidami yo istoriya sifatidami? Ko'ryapsizmi? Qanaqa darajada funksiyasi yaxshi. Buni qilib bo'lganingizdan keyin Instagramni qilsangiz bo'ladi. Mana bu yerda esa thumbnail, ya'ni boshidagi joyi qaysi biri bo'lsin deb turib tanlasangiz bo'ladi. O'zingizdan boshqa qo'ysangiz ham bo'ladi. Misol uchun mana yerga rasmdan yuklaysiz, o'sha rasmni qo'yib yuborasiz. Hammasiga bir xil qilib yuklaydi. LinkedInni ham ulab qo'yganmiz biz, LinkedInga ham tushadi va undan tashqari, demak, TikTok va YouTube'larga ham ulab qo'yganmiz. Bu yerda ham YouTube'da misol uchun boshqacha sarlavha ketadi-ku, qisqaroq. O'shaning uchun YouTube'ga short sifatida ham qo'ysangiz bo'ladi, YouTube'ga post sifatida ham. Ya'ni umuman olganda bitta joyga post qilasiz, hammasiga bir payt o'zida ketadi. Va undan tashqari, demak, o'zi aslida funksiya juda ham ko'p, lekin biz sizga nima deydi, 1000 ta funksiya emas, sizga beradigan eng muhim foydalarini beryapmiz, ya'ni ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Shu orqali foydalanishni boshlasangiz bo'ladi. Oyiga bitta oylik to'lov to'laysiz. Xodimlarga, demak, mana bu yerdan xodimlarni qo'shsa bo'ladi. My Staffdan cheklanmagan xodim qo'shaverasiz. Har bir xodimingizga pul olinmaydi bu CRMda. Bitta xodimingizga ham o'sha summa, 100 ta xodim, 1000 ta xodimingizga ham bir xil summa. Ya'ni xodimlar soniga ko'ra narx oshmaydi. Va undan tashqari, demak, mana bu yerga saytga kiradigan bo'lsangiz, veb-saytga kiradigan bo'lsangiz, xuddi sizlar ko'rgan veb-saytni masalan o'zimiz ishlab chiqqanmiz. Unga maxsus bir programmistlarga nimadirga pul berilmagan. Demak, saytni shunchaki kirasizda o'zingiz yasab tashlasangiz bo'ladi. Undan tashqari ham mana men bergan misol uchun yana qandaydir sayt. Endi sayt yasash to'g'risida varonkalar bor, varonkali saytlar bor va veb-saytlar bor. Undan tashqari magazin, hattoki vebinarlarga ham tashkillashtirsangiz bo'ladi. Endi hozir biz tunnel haqida gaplashib turamiz, ya'ni tunnel gaplashayotgan paytimizda template'lari bor. Ya'ni tayyorgina, misol qanday sohagaligiga qarab turib 90 ta mana bu sohaga, bu 56 ta 59 ta ko'ryapsiz. Hamma narsaga bor. Ya'ni misol uchun biza biznes consulting bo'ladigan bo'lsa, masalan, mana variant bor. Ko'rasiz, to'g'ri keladigan, yaxshi bo'ladigan bo'lsa, misol uchun qarab turib, shuni o'zgartiraman mayli desda kirasiz. Hozir endi juda ham qisqa va tez suhbat tushuntiryapman, chunki bu veb-saytning asosiy, demak, sahifasiga qo'yilgan narsa. Veb-saytga kirganda odam ko'p vaqt sarflagisi kelmaydi, shuning uchun qisqa qilib qo'yganmiz. Lekin buni qanday qilib ishlatish to'g'risida, boshqasi to'g'risida supportimiz, qo'llab-quvvatlash markazimiz yordam beradi. Umuman xavotir olmasangiz bo'ladi. Ya'ni saytlar yaratish uchun sizga hech qanday kod kerak emas. Men bu yerga masalan aytaylik, eshigimiz, keling, o'lchov olish va narxni bilish bepul. Misol shu oy davomida. Mana ko'ryapsiz, rasm almashtirish ham shunchaki oson, juda ham oson. Mana bunday bo'lsangiz, keyin masalan mana bu saytni qo'yib qo'yamiz masalan. Bo'ldi. Ya'ni ko'rayotganingizdek juda ham oson va undan keyin bunday qilamizda chiqib ketamiz. Bo'ldi. Va o'z-o'zidan avtomatik tarzda domen ulash mumkin. Qaysi domenni ulay deb turib so'raydi. Domen ulash to'g'risida ham, demak, bemalol yordam beramiz. Va undan tashqari, demak, sizlar bilan automation to'g'risida gaplashdik, marketing to'g'risida gaplashdik. Marketing to'g'risida ham juda ko'p funksiyalar bor. Avtomatizatsiya qilish to'g'risida ham tushuntirdim, saytlar to'g'risida tushuntirdim. Agar sizda xodimlaringiz bo'ladigan bo'lsa va xodimlaringizga portal, ya'ni ichki akademiya shakllantirmoqchi bo'lsangiz, sizga alohida joy kerak emas. Nima uchun, qanday bo'ladi desangiz, mana misol uchun hozir bitta variant ko'rsataman. Mana biz o'zimizning kompaniyamiz uchun alohida portal qilib qo'yganmiz. Bu yerda xodimlar kirib o'qiydi. Endi shunaqa darajada avtomatlashtirganmizki, maza qilasiz ko'rsangiz. Hozir ko'rsataman. Demak, learning, mana bu yerda misol uchun yangi kirgan xodimlar uchun degan joyi bor. Bu yerda mana darslari, bu yerda videolar, o'zini testlari ham bor kerak bo'lsa, demak mana testlari bor. Umuman olganda sizga to'g'ri bu juda
professionally training qiladigan platforma bilan taqqoslash qiyin. Men sizga to'g'ri Worklead CRMimiz juda ham kuchli o'zi aslida, lekin aynan mana shu training platformani joyini bosish bo'yicha juda yuqori o'rinda turmaydi. To'g'risini ochiqcha aytaman, lekin sizga qo'shimcha to'lov evaziga mobilniy ilova ham qilib berishimiz mumkin. O'zingizni mobilniy ilova sifatida даже kurslaringizni sotsangiz ham bo'ladi. Lekin mobilniy ilova bo'lgandan keyin kursda xodim sifatida mana kirganingizdan keyin baribir ancha yaxshi tomonlari bor. Ya'ni basic funksiyalar bor. Kajabi bilan yoki tam aytaylik School yoki Learnify shunga o'xshagan saytlar bilan taqqoslasha olmasligi mumkin, raqobatlasha olmasligi mumkin. Lekin ichki akademiyaga foydalanish bo'yicha ideal variant. Lekin boshqa tomonlama juda ham kuchlimiz. Endi WhatsAppda ham ulab qo'ysak bo'ladi. $10 qo'shimcha xizmati bor. $10 qo'shimcha xizmati bor. WhatsApp shunga o'xshagan proyektlardan, ya'ni shunga o'xshagan ilovalardan foydalanib yurgan bo'lsangiz, u ilovalardan foydalanishingiz shart emas. Shunchaki $10 to'laysiz va avtomatizatsiya bo'lib, bemalol foydalanib yursangiz bo'ladi. Hech qanaqa chegaralar yo'q. Demak, InProSellga qaytamiz. Asosiy funksiyalari shular. Xodimlaringizni soni cheklanmagan. Har bir xodimingiz qo'shilgan sari pul yetishga harakat qilmaymiz sizdan. Maksimal darajada siz biznesingizni rivojlantiring. Avtomatizatsiya to'g'risida gaplashdik. Bundan tashqari veb-saytingizda mana bunday funksiya ham bor. Workleads app. Mana bunga o'xshagan demak funksiya bor. Bu tekin, shunchaki turibdi, tayyorgina olib foydalanishingiz mumkin. Juda ko'p funksiya bor, bilyapsiz, что bu narsa oddiy CRMlarda yo'q bu narsalar. Sun'iy intellektga asoslangan bo'lgan juda ham zo'r CRM. Foydalanishni boshlang. Support qismimiz sizga yordam beradi 7 kun davomida. To'liq foydalanib boshlashingiz uchun va maza qilib o'rtoqlaringizga yoki aytishingiz mumkin, tavsiya qilishingiz mumkin yoki konkurentlaringizga, hech kimga aytmasdan konkurentlaringizdan ancha oldinga chiqib ketishingiz mumkin. Demak, ko'rsatgan bo'lsam kerak, mana misol uchun har bir mijozimiz bilan suhbatimiz. Mana shu yerda o'zida ham demak suhbatlashsak bo'ladi. WhatsApp orqali ham suhbatlashsak bo'ladi. WhatsApp ulab qo'ysak, hali $10 narsani ulab qo'yib va undan tashqari sun'iy intellektimizni o'zi mana uchrashuvlar belgilayapti. Hozir tanasi ko'rsataman. Uchrashuv belgilagan mana. Ups, bu yerga emas, suhbatga kirishimiz kerak edi. Suhbatga kirsak, demak, mana bu yerda uchrashuv bo'lyapti. Ya'ni birinchi yozyapti, sun'iy intellekt javob yozyapti. Keyin demak lead sozdat qilyapti Instagramda yozgan odamdan. Keyin telefon nomerini qoldiryapti va stage'ini o'zgartirib qo'yapti. Yangi leaddan kontakt receive'ga o'tkazib qo'yapti. Nomer vaqtlar taklif qilyapti. Shanba kuni vaqtingiz bormi deyapti va variant taklif qilyapti. 10 bo'lsa zo'r bo'ladi deyapti. Uchrashuv belgilayapti va undan tashqari qarang, bu yerda ikkita narsa bo'lyapti. Birinchidan uchrashuv belgilayapti. Ikkinchidan uchrashuv belgilandi qismiga o'tkazib qo'yyapti. Xo'p, keyingisi tasdiqlangan vaqtingiz bo'lsa ko'rishamiz deyapti. Rahmat deyapti. Shu bilan xayrlashyapti. Demak, xuddi mana shunga o'xshagan. Ishlatish juda oson. Sun'iy intellektlar bor, avtomatizatsiya chegaralanmagan saytlar bor. Siz juda ham ko'p funksiyalarga alohida pul to'lab yurgan bo'lsangiz, endi bittagina CRMga foydalanib to'lashingiz mumkin va hamma funksiyani foydalanishingiz mumkin bo'ladi. E'tibor uchun rahmat. 7 kun foydalanib ko'ring. Supportimiz yordam beradi. Tabriklayman. Eng zo'r CRMga keldingiz. Biznesingizni xudo xolsa rivojlantirish uchun eng yaxshi qadamlardan biri bo'ladi inshaalloh. Salomat bo'ling.